Bugun biza O'zbekistondagi eng tezkor almas servislarni tekshirib ko'ramiz. Ana bo'lmasa ketdi. O'sha hamma biladigan Zonix FFdan boshlaymiz. Bu bratimizga yozdik, endi javobni kutamiz. O'sha mashhur Prens akaga ham yozib ko'rdik. Bu brataniga ham yozdik, endi javobni kuta qolamiz. O'zbekistonda juda mashhur Free Fire'chi Otam FFga ham almas kerak edi deb yozib ko'rdik. Ana endi esa Esmadaraga yozib ko'ramiz. A few moments later. Men yozganimdan Prens aka sirazi javob berdi. Yeah, boy. Qolganlarni ham kutib ko'ramiz. A few minutes later. Va biz 10 minutcha kutdik va Prens akadan boshqa hech kim bizga yozmadi. O'ylab qarasam O'zbekistondagi eng tezkor almas servis Prens bo'ldi.